Assalomu alaykum. Efirda migratsiyaga oid xabarlar sharhi, studiyada Xonzodabegim Tursunova. Urush sabab migrantlarga qiyin bo'lmoqda. Eron, AQSh va Isroil o'rtasida kuchayib borayotgan mojaro Fors ko'rfazi mamlakatlaridagi 25-30 million migrant ishchining ahvolini xavf ostiga qo'ymoqda. Bloomberg va Xalqaro mehnat tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, chet elliklar mintaqadagi umumiy ishchi kuchining 50-60% ni tashkil qiladi. Bu neft, qurilish, xizmat ko'rsatish va transport sohalarini mushkul ahvolda qolishini anglatadi. 2025-yilgi ma'lumotlarga ko'ra, Ko'rfaz davlatlariga eng ko'p Hindistondan 8,5 million kishi, Pokistondan 5 million 200 ming kishi, Bangladeshdan 3 million 800 ming kishi borgan. O'zbekiston fuqarolari nisbatan kichik guruhni tashkil qiladi, ya'ni 50 mingdan 70 minggacha. Ulardan 25 ming 30 ming kishi Birlashgan Arab Amirliklarida, 15 ming 20 ming kishi Qatarda va taxminan 10 ming kishi Saudiya Arabistonida ishlaydi. Harbiy harakatlar kuchaysa, ommaviy ishdan bo'shatish va sayohat cheklovlari bo'lishi mumkin. Bu iqtisodiy inqirozga va pul o'tkazmalari tizimlarida uzilishlarga olib kelishi mumkin. 5-mart holatiga ko'ra, 1-martdan beri O'zbekistonga jami 9361 nafar vatandoshimiz evakuatsiya qilindi. Ulardan 8114 nafari Saudiya Arabistonidan, 1192 nafari esa Birlashgan Arab Amirliklaridan olib kelindi. Shuningdek, Eron, Bahrayn, Omondan ham O'zbekiston fuqarolari vatanga qaytarildi. Yaqin Sharq mintaqasida yuzaga kelgan vaziyat sababli O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi fuqarolar murojaatlarini tezkor qabul qilish maqsadida maxsus Telegram bot ishga tushirilganini xabar qildi. Mazkur bot orqali mintaqa davlatlarida bo'lib turgan fuqarolarimiz konsullik masalalari bo'yicha murojaat yo'llash, o'z joylashuvi va holat haqida ma'lumot qoldirish, zarur holatlarda tezkor yordam so'rash imkoniyati yaratilgan. Rossiyada migrantlarni ishdan bo'shatish osonlashtirildi. Rossiyada 1-martdan boshlab yangi qaror kuchga kirdi. Unga ko'ra, agar mintaqa migrantlarni yollashga cheklov va kvotalar qo'ysa, ish beruvchilar xorijiy ishchilarni ishdan bo'shatish huquqiga ega. O'zgarishlar Mehnat kodeksiga kiritildi. Ilgari xorijiy ishchi faqat federal qonunlar, prezident farmonlari yoki hukumat qoidalari bilan belgilangan sabablarga ko'ra ishdan bo'shatilishi mumkin edi. Endi bunga mintaqa hukumat qarorlari ham qo'shildi. Bu shuni anglatadiki, agar mintaqa yoki hudud migrantlar soniga cheklov qo'ysa, ish beruvchilar bunga rioya qilishlari shart. Davlat dumasi deputati Igor Antropenko mintaqaviy kvotadan oshib ketish katta miqdorda 800 mingdan 1 million rublgacha jarimaga olib kelishini aytgan. Rostov viloyatida migrantlarga yangi cheklovlar joriy etildi. Rossiyaning Rostov viloyati hukumati ayrim sohalarda chet el fuqarolarini ishga olishni chekladi. Yangi qoidalar 2026-yil 1-martdan kuchga kiradi. Bu qarorni viloyat gubernatori Yuriy Syusar imzolagan. Rasmiy sabab Rossiya fuqarolariga ish o'rinlarida ustuvorlik berish. Cheklovlar bosqichma-bosqich joriy qilinadi va 2026-yil oxirigacha amal qiladi. Hozirdan qimmatbaho metallar ishlab chiqarish va fitnes klublarida ishlash mumkin emas. 1-apreldan boshlab migrantlar qo'shimcha ravishda kuryerlik va yetkazib berish xizmati, oziq-ovqat, ichimlik va tamaki mahsulotlari do'konlari, quruqlik transporti va quvur orqali tashish tashkilotlari hamda pochta xizmatida ishlay olmaydi. Korxona va kompaniyalarga 3 oy vaqt berilgan. Shu muddat ichida ular chet ellik ishchilar sonini yangi talablarga moslashtirishi kerak. Hind oshpazlar deport bo'ldi. Nijniy Novgorodning Gorkiy maydonida hind taomlari pishiriladigan Lakshmi kafesi tekshirilgan va muassasada migratsiya qonunlarini buzgan holda ishlayotgan 5 nafar chet ellik aniqlangan. Ular orasida 4 ta oshpaz va bitta menejer bo'lgan. Ularning barchasiga qarshi ma'muriy bayonnomalar tuzilgan. Sud ularning har biriga 2000 rubl miqdorida jarima solish va Rossiyadan badarg'a qilish to'g'risida qaror chiqargan. Chet elliklar Rossiyadan ketguncha vaqtinchalik saqlash hibsxonasida bo'ladi. Ilgari Markaziy Osiyodan kelgan migrantlar yangiliklarda ko'proq ko'rsatilgan bo'lsa, endi hindlar ham paydo bo'la boshladi. Inspektorlar ish beruvchiga ham qiziqish bildirishdi.
Agar chet elliklarni noqonuniy yollash tasdiqlansa, kafe egasi katta jarimaga tortilishi va oshxona 90 kungacha vaqtinchalik yopilishi mumkin. Qozog'istondan 125 nafar migrant deportatsiya qilindi. Yil boshidan beri Jambul viloyatida 500 dan ortiq xorijiy fuqaro migratsiya qonunlarini buzishda ayblangan. Politsiya ma'lumotlariga ko'ra, qoidabuzarlarga jami 22 million tengdan ortiq jarima solingan. Bundan tashqari 125 kishi mamlakatdan chiqarib yuborilgan. Migratsiya xizmati xodimlari o'tkazgan reyd va tekshiruvlar davomida ba'zi muhojirlarning ish ruxsatnomalari yo'qligi aniqlangan. Boshqalarning mamlakatda bo'lish muddati o'tib ketgan, hatto hujjatlarini yo'qotib qo'yganlar ham bor. Mahalliy aholi ham xorijiy ishchi kuchini yollash qoidalarini buzgani uchun jazolandi. Taxminan 100 nafar Qozog'iston fuqarosi muhojirlarni noqonuniy yollagani uchun jarimaga tortilgan. Viloyat politsiya boshqarmasi migratsiya xizmati boshqarmasi boshlig'i Nurlan Mirzay O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston va boshqa mamlakatlar fuqarolari mintaqada ish, o'qish va shaxsiy sabablarga ko'ra kelishini ta'kidladi. Biroq ularning ba'zilari migratsiya qoidalarini buzadi. Bir tekshiruv davomida zavod qurilishida ruxsatnomasiz ishlayotgan 63 nafar Xitoy fuqarosi aniqlangan. Yoqimsiz hid uchun jarima solinishi mumkin. Rossiyada kvartirada yashovchilar uylaridan kuchli yoqimsiz hid chiqsa va qo'shnilar bu haqda shikoyat qilsa, jarimaga tortilishi mumkin. Buni Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti dotsenti Olga Leonova quyidagicha izohlagan. Agar kvartiradan chiqadigan hid sanitariya me'yorlarini buzsa va qo'shnilarni bezovta qilsa, mulk egasi javobgarlikka tortilishi mumkin. Jismoniy shaxslar uchun jarima 500 rubldan 1000 rublgacha, yuridik shaxslar uchun jarima ancha yuqori 20 ming rublgacha. Qo'shimcha choralar ham ko'rilishi mumkin. Masalan, agar kuchli hid yomon sharoitlarda saqlanayotgan ko'p sonli hayvonlardan kelib chiqsa, hayvonlar musodara qilinishi mumkin. Rossiyada ijarachilar qo'shnilarning shikoyatlari nafaqat kvartira egasi uchun jarimaga, balki tekshiruvlarga ham olib kelishi mumkinligini yodda tutishlari muhimdir. Shuning uchun oddiy qoidalarga amal qiling. Xususan, kvartirani toza tuting, chiqindini muntazam ravishda olib chiqing, uy hayvonlarini saqlamang va yoqimsiz hidlarga olib kelishi mumkin bo'lgan vaziyatlardan qoching. Bu so'nggi xabarimiz edi. Migratsiyaga oid yangiliklarni Vatandosh Rossiya sahifalaridan kuzatib boring.